Ayıpxon. Ha bu boltani ko'taryapsiz, o'zingizdan katta boltani yora olasizmi? Mana shu yigitcha meni o'g'lim. 38 yoshdaman. Bugun 7 yoshga to'lib, 8 yoshga o'tyapti. O'g'lim, endi kichkina o'yinchoqlarda o'ynashni to'xtating, bo'ptimi? Xo'p. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Olim. Olim bo'lasizmi? Men sizni haligi xususiy maktablarda o'qitishga, boshqa qilishga imkonim yo'q. Shunda ham o'zimizni maktabga borib ham o'qiverasizmi? Ha. Olim bo'lasizmi? Hm. Va'da berasan o'g'lim. Ha. Xudo xolasa. Ha. Meni dadam menga kasb tanlab berganda, men dadam tanlagan kasbdan ketmaganman-da. O'zim tanlagan kasbdan ketganman. Ota bolasiga kasb tanlab bersa, yaxshi kasb tanlab beradi-da. Sizga ham kasb tanlab bersam maylimi, o'zingiz tanlaysizmi kasbingizni? Siz tanlab berasiz. Men tanlab beramanmi? Men tanlaymanmi, o'zingiz tanlaysizmi? Kelajakda yaxshi inson bo'ling, xo'p? Xo'p. Vataniga, yurtiga, vatandoshlariga naf tegadigan zo'r odam bo'ling, xo'p? Xo'p. Va'da berasizmi? Manaqa qarab aytingchi, va'da beraman deychi. Va'da beraman. Iloyim, sog' bo'ling o'g'lim. Tishingizni ko'rsatib qo'ying. Bugun 7 yoshga to'ldi, 4-yanvar tug'ilgan kuni. Sog' bo'ling.